Dunyoning ishlari qiziq. Siz o'ylagan, niyat qilgan ishlar hamisha ham amalga oshavermaydi. Birinchi turda Cristiano Ronaldo va sheriklarining ishlari qovushmaganidan kelib chiqib biz O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya bilan bahsda durang o'ynasa yoki hatto g'alaba qozonsa zo'r bo'lardi deb niyat qilgandik. Amalda Houstondagi Energy Arenada Portugaliya va O'zbekiston termalari o'rtasidagi farq yaqqol ko'zga tashlanib qoldi. Portugaliyaliklar biznikilardan tezroq fikrlashdi, qaror qabul qilishdi, harakat qilishdi va natijada yirik hisobda g'alaba qozonishdi. Umuman olganda biz bugungi uchrashuvda bir qator o'zimizning zaif bo'g'inlarimizni yana bir marotaba bilib oldik. Ba'zi futbolchilarimiz uchun bu tajriba, saboq bo'ldi. Savollar bisyor, lekin ularni hammasini ham hozir berish mavridi bo'lmasa kerak, ammo bir qator jihatlarga e'tibor qaratish baribir o'rinli. Birinchidan, tarkib bobida savollar doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'lsa kerak. Tayyorgarlik jarayonida o'ng qanotda Hojiakbar Alijonov bo'lmasa, odatda chap qanotda o'ynaydigan Farruh Sayfiyevni ko'rishga o'rgandik. Endi esa chap qanotdagi Nasrullayevning ishi qovushmaganda Hojiakbar Alijonov o'yinga qo'shildi. Yana bir tarafi biz o'zimiz o'ta oddiy vaziyatlarda to'pni to'xtatishda xatolarga yo'l qo'ydik. Gol urilgan holatda alam qildi. G'aniyevning zarbasi zo'r chiqqan edi. Fayzullayev raqibni tepib yuborgani bor gap, ammo o'sha portugaliyalik himoyachi oyoqda qolganda ham darvozasini goldan qutqara olmasdi. Hakam qaror qabul qildi, bu qarorni hech kim o'zgartira olmaydi. Cristiano Ronaldo bugun muxlislarini quvontirdi. Qoyil qolish kerak. 2ta gol urdi, qo'shimchasiga hatto o'sha ikkinchi taymimiz so'nggi daqiqasida ham tezkor hujumda hammadan ilgarilab ketib o'yindan tashqari holatga tushib qoldi. Demak, u mavsum mobaynida mana shunday tez o'ynashga tayyor. Biznikilar hali buni o'rganishi kerak bo'ladi. Bekzod Karimov o'ng qanotda bugun ham butun uchrashuvni o'tkazdi va u yaqin kelajakda terma jamoamiz mudofaasida mustahkam o'rin oladi degan tushunchaga kelib qolyapmiz. Yosh yigit raqiblardan hayiqmay o'ynayapti. To'g'ri, xatolarga yo'l qo'yapti, qayerdadir ulgurmayapti, ammo o'ziga ishonch bor. Portugaliya bilan o'yin ortda qoldi. Endi Kongo bilan uchrashuvni kutamiz va hali rasman umid uzganimiz yo'q. Lekin bir qator jihatlarda bugun saboq oldik desak o'rinli bo'lar.